O'shani hisobiga ko'pchiligimiz tushunmay qolyapmiz. Ha, desa Yandex narxni oshirmaydimi? Akalar, Yandex o'zi shuncha bonus beryapti. Bonusini ham bitta narsani hisobga olinglar. Buni katta summani investitsiya qilib olib kirishda o'zi ham oson emas. Nimaga? Yandex kichkina firma ham emas, juda katta firma. Hozir respublika bo'yicha sekin egallayapti hamma joyda. O'zinikini to'g'ri boshida rosa bonusi berib, o'zinikiga majbur qiladi ishlashga. Ammo bir tomoni bor, Yandex qo'lda bas narxni oshirish, bu sun'iy oshirib yuborish bunga Yandexga ham mumkin emas. Sizlar agar shunaqa shikoyatlaring, mana shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha O'zbekiston Respublikasini davlat portali bor. Portal orqali yozinglar. Nimaga biz qayerdan tirikchilik qilamiz? Narxni oshiryapsan. Tushir narxni deb turib, ovozlar qanchalik ko'p yig'ilsa, o'shanda narxlar tushirilishga senatorlar qonun ishlab chiqarib tushiradi. Bu Yandex qo'lda bas bu narsa. Iltimos.